Assalomu alaykum azizlarim. Mana shu ulug' ayyom kunlarida biz aziz ustozlarni ta'zimlar ila ardoqlarimizga o'rab, ularga qalbimizdagi chin mehr so'zlarimizni izhor etgimiz keladi. Biz ustozlar deganda shu olam tamaddunida har bir ulug' zotga ota-ona qay darajada ulug' ustoz aziz bo'lsa, ustoz ham shu qadar mo'tabar bo'lganini, dunyoda zakovat ahli bo'lmish olim ulamolar, fozil fuzalolar aziz ustozlarga shogird bo'lganini va dunyo tamaddunida qancha noz-ne'matlar qolgan bo'lsa bugungi avlodlar uchun har biri o'sha ulug' ustozlarning shogirdlari, qo'lma-qo'l, yo'lma-yo'l, ilm-ba-ilm, kitob-ba-kitob yetib kelgan bizga noz-ne'matlar hammasi o'sha ulug' zotlarning o'sha haqning inoyati mukofoti bilan murabbiy, muallim, ustoz atalmish bir darajoti bilan belgilanadi. Shu o'rinda ustozlar haqida qancha qalblarimizda dil izhorlarimiz bor, ularni har biriga qalblarimizda cheksiz ta'zimlar ila o'sha dil izhorlarimizni aytgimiz keladi. Ustozlar siz bahrul bayot ekansiz. Ustozlar siz bahrul bayot ekansiz, chanqoqlarga obi hayot ekansiz. 7 qavat osmon, 7 qat yerda najot talablarga najot ekansiz. Ustozlar siz bahrul bayot ekansiz. Cheksiz dunyolarga mengzadim sizni, haq suyib siylagay har biringizni. Ustoz ota kabi, onaday ulug', Alloh yoriq qilsin yuzlaringizni. Ustozlar siz bahrul bayot ekansiz, chanqoqlarga obi hayot ekansiz. Dillar qancha ilmga chanqoq bo'lsa, o'sha ustozlarning ilmi bilan, bilimi bilan, ulardan Allohdan yuqtirilgan inoyat va mukofot bo'lmish ilm darslari bilan kamolatga yetadi, erishadi, kamolatga yetib ulg'ayadi va vaqt soati bilan ularning har biri yana ustozlik maqomiga erishadi. Azizlar, bugungi ulug' ayyom kunlarida ulug' zotlarga, ustoz degan ulug' zotga qancha dillarimizda gavharday tiniq, javohirday bir mo'jiza atalmish qalb so'zlarimiz bor. Ularni hammasini biz o'sha aziz ustozlarimizga ataymiz. Bizning o'sha ulug' zotlarimizni, o'sha ulug' ustozlarimizni har birlarini o'sha olam ahliga ilm berib o'tgan ulug' zotlarni, allomalarni, ulug' olim ulamolar, fozil ustozlarni ruhlari shod bo'lsin azizlarimizni. Bugun o'sha olam ahliga o'sha Hazrat Navoiy aytganlaridek, kim senga bir haq yo'lida bir harf o'rgatmish ranjila. O'sha bugun o'sha qalblarida qancha mehr va ishtiyoqlar bilan bugungi avlodlarga saboq berayotgan ustozlarga da biz ko'pdan ko'p qalbimizdagi dil izhorlarimizni bildiramiz. O'sha ustoz otangday, onangday ulug' degan darajalar, shu sharaf har bir insonga, har bir ustozga muborak bo'lsin azizlarim. Bugungi ustozlar ning ulug' bayrami bilan hamma ustozlarimizni tabriklaymiz. Har bir ustozga, aziz insonlarga biz ikki dunyoning saodati, o'sha Allohning mo'jiza marhamatlari, shu ulug' sharafli kasb, shu sharafli ustozlik maqomi har bir aziz insonga muborak bo'lsin azizlarim. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Aziz ustozlarimizni ulug' ayyomlar bilan qutlaymiz. Ilohim ilm fan yo'lida qilayotgan har bir xayrli xizmatlaringizni Alloh katta darajatlar bilan mukofotlasin. Aziz ustozlarni bayramlari muborak bo'lsin azizlarim. Sizlarni shu ulug' ayyomlar bilan qutlab, har bir insonga o'sha kamolatning ikki dunyoning saodatiga yetaklovchi yo'llarida ustozlarning darajatlari, ilm mukofotlari bilan erishilgan o'sha katta darajatlar muborak bo'lsin. Ustozlarga ham, shogirdlarga ham, olam ahliga azizlarim. Ikki dunyoning saodatini siz bizga muborak aylagan Robbimiz o'sha ustozlar bilan birgalikda ikki dunyoning saodatlariga erishtirsin. Har bir insonga, ustozlarga, siz bizga, hamma insoniyatga ustozlik sharafi va ustozlarga munosib shogirdlarning ham kelajakda ustoz bo'lishlik sharafi, o'sha ota-onalik, zurriyotlik va ulug' shogirdlik va ustozlik sharafi muborak bo'lsin azizlar. Alhamdulillah.
bayramlar muborak bo'lsin aziz ustozlar. Alhamdulillah. Alloh yor bo'lg'ay sizimizga.